Bismillahirrahmanirrahim. Qadrli ko'rarmanlar, Din va hayot nomli suhbat programmamizning navbatdagi bölümüde ixtiloflashishning adab axloqlari haqida to'xtalamiz. Programmamizning aziz mehmoni ustoz Sirajiddin Azizi bo'ladi. İnsanlar orasida ixtiloflashish qadimdan bor ish, lekin yaqin vaqtdan beri xalqimiz ichida bu ixtiloflashish haqida qizil chiziqdan o'tib ketgan ahvollar ko'rilyapti. Bu hammamizni achindirdi. Şuna bu ixtilofninki paydo bo'lish sabablaridan gapimizni boshlasak, bu programmamiz orqali bir xalqimizga azroq bir foydasi bo'lib qolsa ajab emas. Qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve men valah. Amma ba'd. Bu ixtilof meselesi bu insaniyet tarihi bilen birge başlangan narsa. Bu ixtilof ta kıyametgacha tugamaydigan bir hadise endi. Ama bu ixtilofning mu özgüçlük qoida usullari, axloqi bir ölçümü, çemberlik bo'ladi endi. Shuning uchun biz ixtilof meselesida ko'p so'zlashimiz, davomli shu biz ixtiloflashdik deymiz, ama ixtilofni nereden qilamiz, ixtilofning doirasi nereden bunu yaxshi bilishimiz lazım. Unda Qur'oni Karimda Alloh subhanahu wa taala biz insanlarını Allah xalasa, biz xalasak hem ümmetini insanlarını bir ümmet kıldık deydi Allah. Ayetinin ki mezmunu. Yani bu bir ümmet kılmak, neçe ümmet kıldığı, hatta şu İslam ümmetinin ama Müslümanların, bizim Müslümanların, bizim halkımızın, hususen Uygur halkının kıyınçılığı ve ulanın ki oturduk meselelerini sözleşiyoruz mu? Bu şu Uygur Müslümanlarının oturdu mu? İhtilaf meseleleri nurgun taraflarga tatip etken. Vallahi bu ixtilof ailede buludu, cemiyette buludu, siyasi meydanda buludu, yani dini sahada buludu, ulamalar içinde buludu. Ama hazır şu hatta ulamalar içindeki ixtilofdan hazır en negizlik muhim mesele desek, hazır kızıl sızıktan eşip ketken bazı insanlar üzününki ilim davası kılıp başkalarına hücum kılıdığan ya ki şahslar etede kişilerine hususen bu ictimai uçur vasıtalarda her xil isimlerini atab sözleydiğen ahvallar bek ağırlaşıp ketdi. Bu İslam'nınki kaidesi, prensipiga tamamen zid. Hatta Peygamber İslam'nın devrinde mi Resulullah'a şundak bir işler yetse, insanların hatta dini cihetin bolsun ve başka mühim meselelerde mi şundak hatalaşkan insanların ismi bilen kelse aldığa hiç kaçan minberge çıkıp ya sorunda carasında oturup falanı nimiş kıldın, pustanı nimiş kıldın da isminden demigen. Ma balu aqwamin kaza ve kaza degen hadis var. Onunkin ma balul amil nursiluhu fe yekul kaza ve kaza hada li ve hada lek degen bir meşhur nimi bağında hadis. Onun manası biz amilni bir evetimiz özü xalqancha taqsim qildi, şeriatni yaraqlashadi degen. Şundak bir ahval aslında mı Resulullah aleyhisselam insanlarını ismi bilen atamagan. Bazı şu isimlerle ataydigan ahvallar ko'rilyapti. Bu endi ixtiloflashdi ki adab, qoida, axloqning sirtiga chiqqanlik, bu endi rasmiy xilaf, adavat, husumat, hücumellikka elib boradigan ish. Bunun endi bu ziyan tortadigan, foyda oladiganlar kim? Bunda foyda oladigan hech kim yo'q. Hem bir taraf ziyan tortadi, Müslümanlar ziyan tortadi, ümmet ziyan tortadi. Yani milletning, Müslümanlarning beşiği bu derecede ağır kunlar kelayotgan ekan, bu endi shundoq bir ixtiloflar bilan o'zininki asosi bo'lgan mas'uliyat doirasidan halqib boshqa ishlar bilan o'tib ketadi. Shu sababdan bu ixtilofninki xilofning bir adab axloqi kategorisida bir az hamma taraf bir soğukkanlık buluş, bir Müslümanın menfaati, maslahatini asas qilish lazım endi. Asasen bu ixtilof qilishninki muhim sabablardan biri afzallik erishish. Ba'zi narsalarni ixtilof qilish orqali undan yaxshi natijani o'tirg'a chiqarish ilgari qilingan ixtiloflar muhimda bo'lgan ekan. Afsus hozir endi ixtilof o'zininki manmanligini isora qilish, yoki bo'lmasa qarshi tarafga hasad qilish, bu narsa bilan boshlanib, ana oqibatimi nayte Geçenişlik ahvalı bilen ahlaşıvatkan ahvallarını ko'ryapmiz. Elbette. Şu an şu İslam'da bu adab ixtiloflashishning bir adab axloqlari bormi? Bu haqda bir tushuncha bersizlar.
Şu İslam'daki adab ahlakınki boştaki mesele endi bu bizninki tefekkürümüzdeki yoki aqliyatda İslamni bo'lgan tushunishdagi ba'zi xato ketkizib qo'ygan nurg'un yerlar bor endi. İslamning asosi nima? Shariatda hamma ishga yo'l bor. Ya'ni hamma narsa mubah. Yemek ichmakdimi, qiladigan harakatdimi, hamma ishda hamma narsa mubah. Ammo islom cheklagan haram qilgan narsalar haram. Uning sirtidagi narsalar hammasi mubah. U vaqtda shariat hamma narsa ochiq. Hatto aqidadami hamma narsa insonlar biladi. Ammo ba'zi ixtilofiy masalalarni javhariy masalalarga aylantirish orqali nurg'un insonlar shundoq yo'ldan adashadigan yoki bo'lmasa menlam to'g'ri, mendan boshqasi xato deydigan. Buningda ulamoning nihoyat ko'p fikrlari va so'zlari. Mening ra'yim to'g'ri, ammo xatoga ehtimoli bor. Başkalarınınki fikri hata ama doğru ihtimali var deydi. Bu bir prensip. Fıkhi kaidede. Şunun için hiç qanday adam yani peygamberden başka hiç kim masum emas. Doğru kılıdı, hata kılıdı. Ama her qanday bir meselede bu insanlarınki hakikaten davetçi olsun, alim olsun, tebliğçi olsun bu ihtilaflık meselelerde mening to'g'ri deblam turishning hojati yo'q. Hatto ixtilofiy masala bo'lmagan taqdirda har bir olimning, da'vatchining mas'uliyati nadigacha. Faqatlam Alloh va Allohning ko'rsatmasini, Alloh va Allohning payg'ambarining ko'rsatmasini, ya'ni islomning ruhini o'z peti o'rtaga qo'yish. Ammo buni xalq qabul qilamdi, qilmamdi, bu o'zining ishi. Faqatlam insonlar islomga va musulmonlarga umumiy jamiyatga ziyon yetkazmagan asosda o'zining shaxsiy hayoti va ba'zi ishlari bu masalaga qarata har qanday bir olimning sen uni qilding, sen buni qilding, buni qilsang harom, mani qilsang do'zax kirsa deb insonlarning ismlari bilan atash bu to'g'ri emas. Amaliyotda to'g'ri, har bir inson shu bosh degandek shariatning o'lchimi nadigacha shuni yetkazib qo'ysin, ammo uni qabul qildi, qilmadi o'zining ishi. Va ma alayna illal balagh degan prinsip bor. Bizning mas'uliyatimiz faqat yetkazish. Ammo buni xalq qabul qildi, qilmadi. Buning bilan bizning ishimiz yo'q. Bu vaqtda biz Allohning oldidagi mas'uliyatni ado qilgan bo'lamizki, biz haqni so'zladik. Ammo haqqa kim ergashdi, kim ergashmadi, onun bilan hisob qiladigan yoki bir hokimiyatdagi masalan islom shariatini ijro qiladigan hokimiyat bo'lsa, u hokimiyatning o'zining ishi. Ammo uning sirtida halqib biz kishilarni men sizgan yo'lda mangdurman, agar men sizgan yo'lda mangmayman desa, buning qarta men hujum qilaman yoki uniki shaxsiyatiga tegaman, yo uni obro'yini to'kaman deyish, bu shu ixtilofning adab axloqiga zid ishlandi. Albatta bu Arab dünyasida biz masalan İttica-i Muakis degan programga o'xshash ba'zi hivar programini ko'ramiz, dialog programini. Aslında acayip bir-biri bilan shunda aks fikr qilganlarmi, chiroyli tabassum chiroy bilan qarshi tarafdan fikrga qoyil bo'lish, hurmat qilish, qarshi tarafdan asosda bunda ilib berildi ekan. To'g'ri. Buning bilan biz xalqimizning hozirgi mana shu yoshlarning ichidagi ba'zi tordaki diyaloglarını kurduğun bolsa yürek etişedi endi. İkkilerden biri oldu birbirine şu set adam tılga ağıl bulmaydıgan tili bilen hakaretlavatkan. Bu her iki tarafınki bir erzimez azğun yoki bir ahlak ekanligini ifodalab qo'ydi ekan. Ba'zi narsalarni ko'rma. Aytgan bir programga birisi bir inkos yozibdi. Nayt hakaret bilen. Hatta o programga munosib kelmaydi. Buningdan ham da shu inkos yozgan odamning kimligi, ilmining qanchalik o'zini o'zi rasvo qildi. Şuna demiş yaşlarınki şu mail uçur vasıtlardaki inkaslarda olsun mail ben soruladı mı istiklal kızırışıp birbirine ıxtilapqa karşı tarafını yaman kurduğun hatta salamlaşmaydıgan yıllap mıydı ahvala ağır. Bulağa nem tavsiyeleri var. Bazı şu ixtilaf meselelerde doğru bazı adamlar palanıga hücum kılıp aldım ya sözlü aldım, tilli aldım, söküp aldım deymiz. Ama söküp alan adam mı hiç kaçan rahat bo'lmaydi. O rahat buldu o'zining qilgan ishlaridan xatolashdimi yoki bo'lmasa gunoh qilgan bo'lishi mumkin de. Onun qarshi tarafı onunga rahat buldu. Yani insonninki bir ruhiy kayfiyatini buzadigan ish. Buning uchun ixtilofiy masalada inson to'g'ri har qachon sinning
fikirlerim bana yakmaslığı mümkün, yoki bo'lmasa ixtilofimiz bo'lishi mümkün. Ama men sizlar bana bu meselede hürmet kılış lazım. Bunun için bir neçe türlük mesele var. Başka hürmet kılış gerek. Hem men sizlarga hech qachon yomon gumon qilmaslik lazım. Yani to'g'ri, albatta buni to'g'ri niyat bilan degan bo'lish kerak deb men bunga hurmat qilishimiz kerak. Hem yo'q yerda, xususan bu ijtimoiy ushur vositalaridagi so'zlar hammasi ismsiz, vahmiy ismli bilan yoki bo'lmasa yuz turan emasin. Yuz turani bo'lmaganda falon ustan deb uning ismi bilan hujum qilgandan keyin biz uningga yomon gumon qilgan bo'lamiz, uni g'ayvat qilgan bo'lamiz, uni böhtan çaplagan bo'lamiz. Aslında bu mesele 100 turani o'ltirib so'zlashasak hal bo'ladigan mesele. Agar 100 turani o'ltirishga imkoniyatimiz bo'lmasa, yoki bizning uning ko'nglimizni tortmasa, uni sukut qilaylik. Shuning uchun mayli aqida masalalarida bo'lsin, to'g'ri, aqida masalalari muhim, islomningki asosiy prinsiplari muhim. Ama bunu men mudofaa qilaman deb insonlarningki sharafiga hukuku tecavüz kılışkı doğru emas. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem deydi. İnsanla bulunurken, hele o Müslümanken kafir olsun mu, onun bir insanlık şerefi var. Onu hürmet kılış gerek. Onun için vaktinde insanlara halganca tecavüz kılış, halganca onun isim koyuş meselesini hem ahlak hem İslam kabul kılmaydı. Onun sırtında devamlılık biz başkalarının hatalıklarını izlep yürüydüğün, onu kim nerede sözlese hata etti, ne iş kıldı, bununla emez. Ma insan sözlepti. Bunun %90% sözü doğru iken, bazı yerde hatalaştı. Muşu hatalıkla falan müstahane bundan hatalaştı, bu din çıktı ya, bedmezhep oldu degende gaplarını kılmazsın lan. Ma aslında anladım ya sözünü anladım. Ya ki bu olmasa şeriatın hükmü mavu da normal ortaya koyup koysak, onu kabul kıldı kılmasa, mendin mesuliyet ketti degen bilen iş tügeylendi. Bu en asaslık bir mesele. Şunun için biz devamlı başkalarına hüküm bir çıkarıştın, başkalarınınki devzah kavramdı, cennet kavramdı, bu meseleni bizden hudut ihtisas dairemizden sırtındaki işleri bağlamasımız lazım. Yani Peygamber Sallallahu meşhur hadisi var o. İnsan hayatının ahirgacha cennet ehlinin işini kılıdı. Cennetliler insanın ağırlığı da bir geriç yakın vaxtida devzah ehli olup ketidi. Onun aksiçe. Bunda bo'lgan ekan biz insonlarningki ne kadar yaman, ahlaksız, dinsiz, zalim, kafir bo'lishimi, bu insanın kıyamette cennet ko'ramdi, devzah ko'ramdi, onun biz kefillik qilolmaymiz. Unda bo'lgandaki bu meselede qarta nayt qattiq hoşyar bo'lish lazım, dikkat qilish lazım. Yani insanni meşhur hadisi var Peygamber Sallallahu insanni vayron qiladigan mushu tili. Bu tilni saqlayolmasak biz vayron bo'ladigan ish. Yani demek men yaxshi ish qilaman, dinga xizmat qilaman, ıslah qilaman, ummatning manfaatini qo'g'dayman deb turib, o'zining bir kishilik hayotimizni qo'g'dayolmay, shunda xatolashib boshqalarning günahını yudib, başkalarınınki hatalıklarını üstümüze gelip Allah'ın aldığı kanda varımız. Aslında bu programda biz bu ixtilaflışının İslam'daki ixtilaf kılış caiz bulduğun mesele, furuat şahsi mesele, ixtilaf kılış caiz bulmaydıgan meselelerden tartib uçuq yürütüp biriş gerek edi. Yani kurulmalarınınki malal bulup kalması için bunlar kısa tutuştu geldi. İxtilafның to'g'ri, ixtilaflış caiz. Peygamber Sallallahu devirdi mu sahabeler, hatta mesela hiç kim Peygamber Sallallahu meşhur hadisi var. Asr namazını Bani Qurayzaga barmay o'qimasin degan. Ama bazı sahabeler onu o'zi xalgancha deb Rasululloh uni asa şabab bilan degan, masabab bilan degan deb ba'zanlar Bani Qurayzada o'qigan, ba'zanlar o'qitmagan yo'lda. Ama her ikkalasiga Peygamber Sallallahu hech qanday ayıplanmagan. Bu İslamningki kengçiliki. Aynı vaxtda hac meseleleri değil mi? Şundan alakadaki başta ihramdan çıkan, başta tavaf kılgan, yoki bo'lmasa mal boğuzlagan, şunun o'xshagan şeysini düşürgen işine mukaddime ahir kısmı Peygamber Sallallahu if'al ve haraj deb hammasiga ruxsat qilgan. Bu hamda ixtilofningki imkoniyati ve bu ixtilof insonlarningki texmi izlanishga, dinning hukmlarini texmi yechki bilishga sabab bo'ladigan ish. Hatta şu sahabelerning danlıq sahabeler İbn Abbas radhiyallahu anhu başkalar şu Kur'an-ı Kerim'deki selatet quru degan
Ayet var o. Bu ayetni ba'zilar hayz degan, ba'zilar tuhur degan, jiq ixtiloflashgan. Hech qachon bu ixtilof musulmonlarni ziddiyatga, adovatga olib bormagan. Bu fikir ixtilofı var turib, ba'zi furuat masalalarda ixtiloflashib turib, bir-birining o'tirishga yaxshi ko'rish, bir-birini hurmat qilishning ko'tarilib ketmaganligi shu millatning, shu kishilarning axloqi, o kishining madaniyatiga dalolat qilgan gap. To'g'ri. Kichik masalani bilib o'lib lakinde birbirimizni yomon ko'rib salomlashmaydi mudorat etganligimiz o'zimizning bilim qurilmamizning ojizligi, madaniyetsizligiga dalolat qilgan gapga. Yani sizlarga sahobaning davrida nurg'ulgan masalada ixtiloflashganligini, o ixtilof ularning bo'linishiga sabab bo'lmagan. Qur'oni Karimda hadislarda ba'zi ixtiloflardan ogohlantirgan, o ixtilof bir gavda, bir ummatning birligini parchalab o'tishiga sabab bo'lgan ixtiloflar zaten aqlimiz qabul qilmaydi buni. Ama ixtiloflashsaqmi, yaxshi natijaga erishish uchun uning nima afzali? Hammalar bir fikr, o'xshash fikr qilgan bo'lib qolsak, yaxshi natija o'tirg'i chiqmaydi. Yaxshi natijani o'tirg'i chiqarish uchun men u yana bir saq o'xshamaydigan masalani ko'z qarashini bir qo'yganda eng xalqimizga foydali bir narsaga erishishimiz mumkin. Mayli siyosiy bo'lsin, mayli boshqa ijtimoiy munosabatlar bo'lsin. Shu ixtiloflashaylik, lekin ixtilofimiz bir-birimizning adovatiga, dushmanlikka, yomon ko'rishga sabab bo'lmasin. Bu dunyodan bilan ketimiz. 4 kunlik bir alemde biz kiçikken şeriatda hatta caiz bo'lgan ba'zi furuat masalada ixtilof qilishga rahmat ummatga antusu bulg'anligini uqtirdi. Ashunda bir masalada bir-birini yepkisi dadi yo'q. Bir-biri shunda o'chman, hatta dinsizlarni yomon ko'rgan yoki bir ishg'oliychini yomon ko'rgandimi yomon ko'radigan ahvollar bizning Uyg'ur jamiyatida bo'lib yoshlarning ichida keng tarqalyapti. Bu bizni hammamizni afsuslantirdi. Qarindoshlarga bu qisqagina programmamiz orqali bir har holda insof qilaylik, ulamolarning so'zini anglaylik. Bir narsa Qur'oni Karimda eng cho'ng bir narsani o'tirib qo'yganki, siz bir ishni nizo qilib qolsang, ixtilof qilib qolsanglar, Allohning kitobiga, ya'ni Qur'onga va hadisga qaytinglar degan mazmunda tavsiyalar bor. Shu vaqtda biz endi endi shu bir narsani qistirib qo'y, bu islomda davomli Qur'onning hukmi shu. Osonlashtirish, qiyinlashtirmaslik, yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru degan hadislar hammasi osonlashtiringlar, qiyinlashtirmanglar. Xush bishorat beringlar, kishilarni nafratlantirmanglar, qochirmanglar degan. Bu Qur'ondagi oyatlarda monayet ko'p mashhur oyatlar bormi shu osonlashtirish, qiyinlashtirmaslik masalasida. Bu hadisning hukmi shu. Nima uchun biz bu dinimizni boshqalarga qiyinlashtirib, ishni tarlashtirib, murakkablashtirib, hatto shu dinga yaqin noil bo'layotgan kishilarga texmo dindan qochiradigan ish emas, biz dinga yaqinlashtirishga harakat qilishimiz lozim. Birisi o'zining bolasini o'qig'ilab turib 3 kun axırın endi turibdi. Kelgandan keyin bir yerda yo'lda dal ketib qolib, dadasang seskilib shunda sigil o'ltirsa, u dedi ayang qarab sen haram demiş. Qach mayan o'tib kelsa, u yang qarasang haram demiş. Qach kene qilsa yana gendiga bola 3 kun o'qibsa, 4 kun o'qib qolsa men sudimay o'ltirdi ekansa degan bir qissin. Ya'ni demak ilmning cho'lto'ligi, hikmatning yo'qligi, uslubning yo'qligi mana biz shu qissa bizni bizniki shu qanchalik ixtilofning ko'pligi ilim qurilmasining ojizligini bildirdikan. Hammalar zaten ilmimiz cheklik. Şuna birbirimizin fikirlerine hürmet qilishga, birbirimiz bilan kelishib, qarindoshlik, qon qarindoshligimiz va din qarindoshlikligi va bizda. Şuna biz xalqimizning inoq ittifoq o'tishini tavsiya qilamiz bu programma. Bir kelime İmam Malikning mashhur so'zi ekan, men bir inson. Men to'g'ri qilma, xato qilma. Ama to'g'ri qilsam onun sizlar qabul qilinglar, xato qilsam uni rad qilinglar, ama mening so'zlarimni Qur'on hadisga o'lchanglar. Qur'on hadisga zid kelsa qabul qilmanglar. Ama buning ma'nosi qabul qilmanglar deydi. Ama uning qabul qilmasdan ustiga biz uning hujum qilmaylik. Sen mana işte xato qilding deylik, ama buning hisobini Allohga. To'g'ri. Hozir biz shu bir narsani ko'rsak, qabul qilmay o'tib ketishganda aşağıya bir munchni tilab inkaslarni yozib, tilga og'isiz gaplarni qilib, shunda bo'lgan ishlar bizni yuqori degandek echindirdi. Allohdan hammalarga tavfiq, insof tilaylik. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Keyingi suhbatlarimizda qayta uchrashish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.